Kapitan Bahrom Jo'rayev 1979-2005 yillar. Bahrom Jo'rayev 1979 yil 21 noyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Poytaxtdagi 209 maktabni bitirib, 1996-2000 yillarda Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurtida tahsil olgan. Bahrom Jo'rayev 2000 yildan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy qo'shinlarida ofitser sifatida xizmat qila boshlagan. Sharqiy harbiy okrug shtabi bo'limi boshlig'i vazifasida faoliyat yuritgan. Ekstremistik guruhlar tomonidan Andijonda sodir etilgan jinoiy harakatlarni bartaraf etish chog'ida kapitan Bahrom Jo'rayev mardlik va jasurlik namunalarini ko'rsatib, qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 23-maydagi farmoniga muvofiq kapitan Bahrom Jo'rayev vafotidan so'ng 1-darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Mustaqillik fidoyilari, jasorat bilan yozilgan mustaqillik tarixi.